Qancha oldu var? Son. 60 ming oldu. Qancha oldu var bu? 48 ming deydi. Bunajın ekan. Ertere chiqadi. 48 ming deydi. 32 ming so'm deydi. Erkek ekan ha? Erkek yosh turpoq 32 ming so'm deydi. Qancha oldu var bu? Son. Chetlab ketadi o'zlesang. Son qancha oldu var? O'zi kutib oldi. 100 bo'ldi. 100 ming so'm deydi shol sonni. Ana Şu porteri. payda 47 ming so'm bo'lib tur deydi. Hurmatli dostlar, biz algaç pazar ozundagı satılıp, çığılıp жатқан mallardan bağasını tartabız, ondan keyin işkeri girip sata turgan bağlar tartabız. Şu sanoy 82 ming bo'lib tur. Qanchasi to'ng'ich kim nol? Qancha oldu taqsir nol ala? 91? 91 ming so'm bo'lib tur şu. Jelini cho'ng ekan. Taqsir qancha oldu? Qancha oldu taqsir son? 88 bo'ldi. 88 ming so'm bo'lib tur. Son qancha oldu? 78 ming bo'lib tur şu buqa. Qancha oldu deysiz taqsir? Qancha oldu deydi? 43 ming so'm bo'ldi. Qancha oldu va? 138 deydi. Jelini cho'ng ekan chinlig'ida. Pul qancha oldu va sizniki? Qancha oldu? Qancha oldu taqsir bu? Hayır, 82 de. 82 deydi. Qancha oldu va bu? Qo'y qoldi. Hava qancha oldu turpoq? 59 ming bo'lib tur shular o'zi. Aka do'nga o'tirib olam. Uy qancha oldu va? Ekoni cho'g'olib tur. Eko cho'g'oldi, qancha oldu va bu? 140 ming so'm deydi. Ukam qancha oldu san? 57 ming so'm bo'lib tur shu san. Hava qancha oldu turpoq? 40 ming so'm bo'lib tur. Urg'achi turpoq ekan. Şu buqa 67 ming so'm bo'lib tur. San qancha oldu turgan? San ekan bu. Bunajın ekan. Yetmiş yarım ming bo'lib tur şu. 60 ming so'm bo'lib tur şu bunajın. Buqa qancha oldu turgan? 44 ming so'm bo'lib tur şu. Qisir qancha oldu turgan? Qo'y qoldi u. 94 yarım bo'lib tur şu. Son. 94. 96 ming bo'lib tur şu. 27 yarım ming bo'lib tur şu. Erkek ekan. 27 ming 500 so'm bo'lib tur. Saqlay qolib tur. Qanchaga chiqdi turgan? 54 ga chiqib tur. Satılıptır. 24 ming so'mdan bo'ldi. Bolasi yegizmi bu? Yo'q, boshqa. Turpoqlar. 24 ming bo'libdir buldalar. 4 turpoqni 24 mingdan olibdir. San qancha oldi ava? 90? 90 ming so'm bo'libdir shu son. Bolasi yaxshi ekan. Turpoqlar qanchadan bo'ldi? Turpoq qanchadan bo'ldi ava? 25 dan. Urg'achi u. Ha. Ekoten erkek ekan 25 dan bo'ldi. Qancha oldi bu qava? 74 ming so'm deydi. 37 35 dan bo'libdir shu taylar. 35 37 dan bo'libdir.
Qancha oldu taqsir tay? 65. 65 ming so'm olib tur ушул tay. Ава qancha oldu? Qancha oldu san? 77 ming so'm olib tur. Jelini cho'ng ekan biroq. 64 ming olib tur ушул. Bunajın ekan. Taylar qanchadan oldu tugan? 38 dan oldu tur. 37-38 dan oldu tur ушул taylar. Abdurasıga çıktı. Emas baka. Buqa qancha oldu do'stim? 60 qancha deydi? 61 ming. 61 ming so'm deydi ушул buqani. Kimniki meni olgansiz? Qancha oldi bu? 75 ming so'm olib tur ушул tay. Buna qotdi bu. 61 ming olib tur ушул tay. Qancha oldu? 38 ming olib tur. Erkek turpoq ekan. 38 ming olib tur. 91 ming so'm olib tur ушул buqa. Ketdimi? Sanadala qo'yadi. Bag'ilgan buqa ekan. Uy qancha oldi aka? Satılmadı deydi. Bir saatte jo'naydi. Qunajin qancha oldi aka? 50 ming so'm olib tur ушул qunajin. Qo'yami? Uylar qanchadan bo'ldi aka? Orqani olib qo'yami? Qancha deydi? Geçtim. Uyg'ulga qoldi do'stlar. 125 dan bo'ldi. Taqsir qancha oldi turpoq? Bo'lmi? 36 oldu. 36 ming so'm oldi tur. Oo, şu an kitap. Hava sizce? 55 ming oldi tur ушул. San qancha oldi aka? 84 ming so'm oldi tur ушул san. Şahli ekan. Turpoq qancha oldi? 290 oldi tur. 290 45 dan oldi tur shunda. At qancha oldi do'stim? 105. Jash qancha? Жаңасы deydi 105 ming so'm oldi tur. Buqa qancha oldi aka? 70 ming so'm oldi tur shu buqa. Ha. 55 bo'lib tur shu soni. Qancha oldi aka sizniki? 62 ming so'm oldi tur. Gel. Bu qancha oldi aka? 52 ming oldi. Siznikicha? 52. Ekoten 52 dan olib tur. Erkek turpoqlar ekan. San qancha oldi aka? 100 ming bo'ldi aka. 100 ming olib tur shu ikki turpoq bilan. 8 Nalar 24 mingdanmi? Yo'q. Bunda juni joqlar. 13 mingdan bo'ldi. Ha? 13. 13 ming. Müyiz var qancha dedingiz? 15 yarım. Nol jundilarchi? Jundilar 13 mingdan bo'ldi. 13 ming. 12 yarım. Ha, eng qimmat o'shanda müyiz bo'lib qoladi. 15 mingdan bo'ldi. 15 ming bo'lib tur. Buqa qancha oldi aka? 70 ming bo'lib tur shul. Paroda buqa ekan. Qancha oldu? Turpoq qancha oldi aka? 34 ming bo'lib tur shul turpoq. Urg'ash turpoq qancha oldi aka? 48 ming bo'lib tur shul urg'ash turpoq. Jash turpoq qancha oldi aka bu? Basi. Qayerda portgan? Turpoq qancha oldi do'stim? 33 ming bo'lib tur urg'achi turpoq ekan. San qancha oldi do'stim? Bilmayman. Qancha oldi do'stim? Aka san. Bu turpoq 37 ming bo'lib tur. Gimbejikda to'xtab turibsiz. Qancha oldi aja bular? Yo'q, 150. 250 oldi. Langar ekan. San ekan. Bu qisir o'xshaydi. Bu da san ekan. Buqa qancha oldi tugan? San qancha oldi akasizniki? 85 ming so'm deydi shu sonni. Jelni cho'ng ekan. Turpoq qancha oldi aka? 20. Sizniki qancha oldi aka? 55 bo'lib tur shu tay. Qancha oldi aka? Qancha?
Сіздікі қанша болды ака? Қой қалышты бір болса. Sen iki tane kaldır gidelim. 70 болды дейсіз бе? 70 мың болып тұр шол. Бұқа. 65 болып тұр шол бұқа. Урғаш тұрпақ қанша болды ака? Қанша болды кам? 6 мың болып тұр шол урғаш. Қанша адам болды? 52, 53, 54 болып тұр. 2 жөн алып тұр. Қалғандары 50-ден 55-ке чейін. Бұнажын қанша болды ака? 64.500 дейді. Семізгені бір оған. Қанша болды ака сіздікі? 83 мың болып тұр. Желіндерін байқаңыздар. 55 мың болып тұр шол. Қанша болды ака? Қанша болды ака сіздікі? Мына үлгірбей қалды айтқаны. Шул сан 78 мың сом болды. Мынаке достор, бүгін 25 апрель 2021 жыл Учкун мал базарындағы сатылып, алынып чыгып аткан малдардын баасын тартып бердик. Барыңыздар, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Канча болду ака булар? 214 болуптур, ургач экен. Ал эми биз бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер болсо биздин каналга жазылып, ар дайым биз менен болуп, видео жакса лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.